Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon gaplarni tugatsalar, majlislarni tugatsalar, bir ish qilib uni tugatayotgan bo'lsalar, turmoqchi bo'lsalar, doim bitta zikrni aytardilar. Va shuni aytishga buyurardilar. Ba'zilar buni Qur'on o'qigandan keyingi duo ham deb o'ylashadi. Chunki payg'ambar alayhisalom Qur'on o'qiganlardan keyin ham ba'zan bu zikrni qilganlar. Lekin ulamolarimiz aytadilarki, Qur'on xatmidan keyin muayyan duo aytilmagan. Xohlagan duoni qilish mumkin. Ammo bu duo deydi, xatm majlis deydi. Majlis o'tirish tugagandan keyin bu duo qilinsin deganlar. Qolin nabiyyu sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar alayhisalom aytdilar: Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruka va atubu ilayk. Ana shu duo. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant va astaghfiruka va atubu